Bu qitimliq dərsi biz yeni bir misal sözləb ötəyli. Bunu tushuntirishdan burun men hujjat ichidagi Adobe Bridge orqali ichish deganni chekib, Adobe Bridge ko'zligini qo'zg'atay. Bu yerda 6 parcha rasm turibdi. Bu nima degan chaqda bir rayonningki o'xshamagan 6 nuqtadan tortilishi. O'xshamagan ko'rinishlari hammasi bir joy, lekin to'liq tortilmagan. Masalan, siz ba'zi vaqtlar sayohat chiqamiz. Shu vaqtlarda apparatingiz yoki telefoningiz tortgan rasmlar to'liq bo'lmaydi. Lekin siz shu manzillarni hammasini bir gavda qilib to'liq bir manzara, ya'ni bir parcha rasmga aylantirgangiz kelgan bo'lsa, qanday qilamiz? Buni qilish imkoniyati bormi degan chaqda o'xshashlar bo'ladi. Buning uchun men shu 6 parcha rasmni to'liq tanlab olib, undan keyin shu ustidagi tools ichidagi Photoshop ichidagi photo merge, mush knopkani besib o'tgan chog'imizda avtomatik Photoshop ichidagi yangi bir ko'znak ochildi. Bu nima degan chaq sol tarafimizda masalan buni tizilish shakli 6 parcha rasmni o'zaro aqliy tanib tizib bermoqchi. Qanday tizman deydi, avtomatik o'zim tizib boqaymi deydi. Yoki men shu qoidasini belgilab bersam deydi. Biz buni masalan tuvandikini bossak, bu yaqin yiroqlik munosabati bo'yicha tizildi. O'zingiz ahvol qarab qanday tizmoqchi bo'lsangiz tizsangiz bo'ladi. Mana bu silindrsimon tizish deymiz. Ham silindrsimon tizgan chaqda shu rasmlarning cho'ng kishligi o'xshash bo'lishi kerak. Ham bir kichik pek cho'ng ketgan chaqda ta'sir uchraydi. Hemen bunu paylansam. Agar siz qaysi tizishni bilmagan bo'lsangiz, eng yaxshisi avtomatik degan tanlab qo'ysangiz bo'ladi. Shuning bilan biz bu 66 parcha rasmni jazmlashtirib olsak, bu bizga hisoblab tizib berish boshlaydi. Birdamdan keyin bu o'z tonib, maska kiyganlarning kesitib, ulab berdi. Shundan bilan bir umumiy rasm paydo bo'ldi. Ammo yerda qolganlari nima degan chaqda shu maska kiyganlarni avtomatik kesib uzib berdi. Masalan, men bu yer uzatgan chaqimda mush parcha rasmi uzilib ketdi. Bu yer qancha oraliqdagi rasmlar yo'q, o'zaro bo'ldi degan gap. Men buni kesish qurollaridan foydalanib turib, ma'lum doirani tanlab kesib olsamla bir mukammal bir rasmga aylandi degan gap. Mush orqali men shu bir parcha rasmni umumyuzlik cho'ng rasmga aylantira olaman. Masalan, cho'ng aytish orqali men buningki shu soldan o'ng qo'ygan ko'rinishlarni birma ko'ra olaman. Endi buni biz Adobe Bridge orqali qildik. Amaliyotda biz Adobe Bridge'ni taklif qilmay turib qila olamizmi degan joyda o'xshashlar bo'ladi. Masalan, men hozir yangidan bir hech narsa ichilmaganda buning ichida men hujjatning ichiga kirib, avtomatik degan tanlab, avtomatik ishidagi yana photo merge degan tanlasam bo'ladi. Chekkandan keyin bu yerda hozir rasmlar ko'rinmadi. Ham bu rasmlar qanday qilamiz degan joyda yondagi ko'rish degan tanlab turib, siz tortgan rasmlarni tartib bo'yicha hamma tanlab kirgizib olsangiz bo'ladi. Shuning bilan o'xshashlar, qolgan mashg'ulotlarni ilib borsak bo'ldi. Men bu yerda hozir silindrsimon deganni qilib boqay. Andan keyin buni ostidagilarni masalan malan qilsam texim yaxshi o'zgartirim, lekin buni hisoblaydiganga bir muncha vaqt ketadi. Shunga men vaqtni tanlamay turay. Undan keyin jazmlashtirish degan chekayotdim. Chekayotgan chog'imda bu bir hisoblashga kirishib ketdi. Bu o'xshashlar yana bir parcha rasmni bizga mukammal holatda o'z tonib qurashtirib berdi. Agar bu holatlar bo'lgan degan bo'lsangiz, siz shu bulu degan rayonni tanlab kesib olsangiz bo'ldi degan gap. Bu orqali siz o'zingiz tortgan rasmlarni mukammal qurashtirib va bir mukammal bir manzara holatga kelsangiz bo'laverdi.